Bizga ijtimoiy tarmoqlardan buyragi bilan bog'liq bo'lgan bemorlar xabarlar yozyapti. Bularga nima tavsiya qilsak bo'ladi? Aynan buyrak sohasida siydik yo'llarini shamollashida statsionar davolashdan keyin, meditsina bilan davolaganimizdan keyin uzoq vaqt iste'mol qilish uchun Dexin Cardiceps tabletkasini bemalol tavsiya qila olaman. Chunki bu buyraklarning qayta tiklanishiga hamda buyrakda o'z faoliyatini tiklab olishiga juda ham yaxshi samara beradi. Bu mahsulotni necha yoshli odamlar iste'mol qilsa bo'ladi? Cardiceps tabletkalarini biz bolalardan boshlab bemalol iste'mol qildirishimiz mumkin. Yosh chegarasi yo'q. Iste'mol qilish tartibi qanaqa? Iste'mol qilish tartibi kasallikda kelib chiqish holatlariga qarab turib, aynan mutaxassislarimiz tomonidan belgilab beriladi. Ya'ni 2 ta tabletkadan 6 ta tabletkagacha bir sutkada iste'mol qilishimiz mumkin. Ko'plab holatlarda odamlar natijani so'raydi. Natijalarimizdan ham qisqacha agar bo'lsa gapirib bersangiz. Natijalarimiz bu sohada juda ham ko'p. Oqsil yuqoriligi, mochevina kreatinda yuqoriligi holatlarida asosiy davolashdan keyingi holatlarda shu holatni ushlab qolish uchun analiz ko'rsatkichlarini yaxshilash uchun o'rtacha 6 oy, 8 oy, 9 oy davomida to'xtatmasdan iste'mol qilishimiz mumkin. Ya'ni uzoq vaqt iste'mol qilgan vaqtimizda organizmga ortiqcha to'planish hamda akkumulyatsiya bermasligi uchun.